Assalomu alaykum, Master Tom YouTube kuzatuvchilari. Ayni damda biz Samarqanddamiz, Nuriddin akamiz obyektlarida. Assalomu alaykum. Va alaykum Aka, obyekt egalari chet eldalar. Chet elda. Lekin chet elda bizni internet orqali topib, Instagram orqali topib, zakaz qilgan, bizni jo'natgan kelganmiz. Obyekt egalari qancha vaqt davomida biz bilan aloqada bo'ldilar? Ish boshlanguncha 1 oy. 1 oyda o'sha hamma narsa ma'lumotlari berildi va 1 oydan keyin obyekt boshlandi. Ish boshlangan. Xudo xolasa ish boshlaganingizga qancha bo'ldi? 10 kun bo'ldi. Ish 10 boshlagan. kun bo'ldi. Tunkalar ko'ryapsizlar, tunkalar 100% da yetib kelgan, ha? Yetib kelgan. Haligi qoldin etsi bo'lmagan. Yo'q, tezda, juda tezda. Kunligini kunlik uyga obyekti egalariga hamma axborotlar berib borilyapti. Tashlab beramiz. Qo'lni axborot berib turamiz. Ishlarimizni ko'rib boradi. Ko'rib borishadi. Tashqi tomon emas, tomni ichiga chiqamizda, ich tomonida batafsil ma'lumot beramiz. Bo'ldi. Ketdik aka. Boravering. Tomni ichi ham zo'r, ishlar ham oxiriga kelib qopti aka. Xudo xolasa. Xo'p, qarang aka, kuzatuvchilar uchun maksimal aniqlikda aka tom haqida ma'lumot beraylik. Bruslarimiz bunga 5 ga 15 o'rtaga qo'yganmiz. Budjetni bo'lgan yana ham. O'rtada glavnisiga 10 ga 10 brus qo'yganmiz. 10 ga 10 brus. Endi mana nimasi bo'ladi? Yoyilganlarga ishlaydi hammasi. Hammasi ishlaydi. Hammasi ishlaydi bular. Zo'r. 10 ga 10 brus. 10 ga 10 brus. Rossiyskiy sasna. Sasna tunkalari qanaqa materialdan bo'layapti aka? Tunkalarimiz oldi qismiga Rossiya Magnitogorskiy 045 Mokriy Matviy master modelidagi metall cherpesamizdan bo'lgan. Choklari zo'r, yotishlari zo'r cherpesamiz. Qismiga Toshkent TMZ Mokriy Matviy 045 Profnastel bo'lgan. Demak, haligi ko'rinish qismiga Rossiya Magnitogorskiy, ustki qismiga Toshkent metallurgiya zavodini 045 ni urgansiz. 045. Mana yon tomonchi obshivkalarga. Bularga ham Toshkent TMZ bo'lgan, siliflarimiz ham rossiyskiy bo'lgan, hamma aksessuarlarimiz rossiyskiy. Hammasi rossiyskiy. Ko'rinishimiz rossiyskiy. Necha kun bo'ldi aka tushganingiz? 10 kun bo'ldi. Uy egalari chet eldalar. Chet elda. Kunligini kunlik har kuni tashlab beramiz qilgan ishimizni, kuzatib borishadi onlayn tarzda. Zo'r. Chotki, bu obyektga nima ketyapti? Hammasi Master Tommi axborot tizimida bor. Bor hammasi. Uy egalari bilan ham Master Tom kompaniyasi ham xudo xolasa uzluksiz aloqada bo'lib turadi. Ustamiz ham, kompaniyaning o'zi ham. Aka, gap bo'lishi mumkin emas. Ishingizga omad. Necha kunda bitadi endi? Xudo xolasa 3-4 kunda topshiramiz. 3-4 kunda topshiradi. Keyingi safar vohaga kelganimizda bitta bafurja qilar ekanmiz. Fonni obzor qilamiz. Salomat bo'ling. Rahmat sizlarga. Hurmatli kuzatuvchilar, butun O'zbekiston bo'ylab, nafaqat O'zbekiston bo'ylab, balki Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmanistonga ham xizmatlarimiz bor. Bemalol Master Tomga murojaat qilishingiz mumkin. Like bosib, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Nuriddin aka, ishingizga omad.